Assalomu alaykum. Atomi guruhidagi liderlar, assalomu alaykum. Shu Atomi kompaniyasiga a'zo bo'lganlar, endi a'zo bo'lmoqchi bo'lganlar. Mana men nima desam bo'ladi? Iqbolaxon bilan tanishganimizga aniq eslay olmayman, faqat o'sha yozishardik, boshqa qilardi, biroq ko'rib qolganman shu odnoklassnikdan. Keyin yozishib yurdik, ora-orada boshqa qildik. Shunaqa deb men bir kuni sharoitimni tushuntirdim Iqbolaxonga, shunaqa desam, opa keling dedi, Namanganga bugun nechinchi kuni ham, qaysidir kuni nima dedilar, raqqosalarga qaysidir nimalarga bo'ladi seminarimiz, ertaga o'tib, ertaga Andijonga, keyin Namanganga seminarimiz bo'ladi deyishdi. O'sha Iqbolaxon, keyin agar nima qilsangiz, seminarimizga keling, ko'ring, qatnashing deyishdi. Keyin nima desam bo'ladi, bordim shu seminarga. Bordim, qatnashdim. O'sha yerda keyin men Iqbolaxon bilan uchrashish menga haligi nasib qildi, birga gaplashdik boshqa. O'sha yerda menga Iqbolaxon sovg'a tariqasida men shunaqa xursand bo'ldim. Nimaga xursand bo'ldim? Chunki men mana Gano kompaniyasi, mana qaysi nima hammasiga bordim, konferensiyalarga ham, anjomlarga, mana Ganonikini anjomlargacha bordim. Bo'lmagan. Hatto menga даже probnik tariqasida menga nima desam bo'ladi, hatto sovunini ham berishmagan, to'g'risi. Men hozir sizga Iqbolaxon bilan tushgan o'zimda o'sha paytdagi, o'sha borganimdagi holatimni rasmini ham tashlayman. Men shu qizga shunaqa minnatdorchilik bildirmoqchiman. Hozir menga Iqbolaxon mana shu 3 ta narsani sovg'a tariqasida berdilar. Shuni men to'xtatganim yo'q. Shu har kuni o'sha o'zlari aytgandek to'xtatmay o'sha surib, ko'chaga chiqsam mana u korobkadagisini surasiz deyishgan. Shu korobkadagisini surdim. Endi Xudo xolasa, nima deydi, ham uyda men ham ota ham ona o'rnida bitta farzandimni katta qilyapman. Xudo xolasa agar nima qilsa, bu mahsulotlardan olishga to'g'ri, qimmatlikka qimmat, lekin aytayapman-ku, Ganonikiga ham borganman, yana qaysi Sibirskiy Zdarovyega, Tibet anaqalariga a'zo bo'lganman. Menga даже hech narsasini bir probaga, men shu qizga qoyil qolganim, o'zini hisobidan, o'zini nimasidan shuni qimmat narsani menga sovg'a qilgani uchun men juda ham xursand bo'ldim. Mana surib ko'rdim. Ishonsangiz, Alloh guvoh, ishonsangiz, bormagan doktorim 8 yil, bu mana 9 yilga ham o'tadi, mana 2020-yil Alloh nasib qilsa kirib kelsa 2020-yilga ham o'tadi. Nima desam bo'ladi? Topolmagan nimamdi shu Atomidan 8 yildan beri, hattoki nima deydi, apparatlariga seni ichki organingdan deyishdi. Mana natija, mana haligi meni dorim. To'g'risi men ta'riflab bera olmayman, to'g'risi nimaga qandaydir kayfiyatim ham yaxshi. Oldin hech ham ko'chaga chiqishni ham, insonni ko'rishni ham to'g'risi xohlamas edim. Mana hech qancha o'tmay mana shu effektda ko'rsangiz, ta'riflashga to'g'risi til ojiz. Nimaga? Men shundan topdim. Imkoniyatim tugashiga, Xudo xolasa imkoniyat darajasida o'sha Iqbolaxon aytgan, o'sha korobkadagi aniqa aytganlarini mana hozir men olishga harakat qilaman. Tuzalib ketsam, ilohim tuzalib ketay.
shu Iqboloxon sababchi bunga. Qandaydir yuragim shu qizga yoz dedi, yozdik, tanishdik. Meni u birinchi masalan qayga bo'lsa, hatto mana shu Gano, mana Sibirskiy, hatto uyimgacha ham kelishgan. Azob bo'ling, mana uni oling, mana uni hatto ishonsangiz olib ham ichganman o'shalarda. Effekt bo'lmagan narsasi mana meni dorim. Mana shu meni oziqam ekan, to'g'risi. Mana 9 yillik nima topgan xazina topib oladim. Men shunaqa Iqboloxon topib oldim xazina qilib. Iqboloxon sizga katta rahmat. Mana xudo xolasa oxiriga yetay. Shuni mana qizilliklari ham mana kamaydi. Mana bor. Birdaniga emas. Uje mana shu tabletkasini ham, dorisini ham, choyini ham vaqti kelsa, gelini ham, sovunini ham yuvganimda ham men bunaqa effekt to'g'risi ko'rmagan edim. Nima deb ta'riflashga tiloji. Sizga kattadan katta rahmat aytaman Iqboloxon. Tinch bo'ling, sog' bo'ling. Bundan ham ulug' darajalarga yeting, ilohim.